Bolajonim, sen hozir faqat o'qishing kerak. Bu pullarni o'zingga ishlatgin, qaytib ishlamagin. Sen meni yolg'iz yodgorimsan, xo'p? Bor. Sabir, o'ynaysanmi? Yo'q, hozir bosh ishim bor. Yangi chiqqan siqqina nonlarimiz kelib turing. Ha. Bolam, ovqatingni yeb ol. Hop, hozir. Ovqat juda shirin chiqibdi onam, qo'lingiz dard ko'rmasin. Onajon, men ketdim. Duo qilib bersangiz. Qani ilohim, yo'llaring bexatar bo'lsin. Esonaman borib kel bola. Qani ko'ylagingiz bitta. Rahmat. Yaxshilikka kiying. Mani ukam shtatni gensavarchi bo'lib chaqiraman. Assalomu alaykum onajon. Va alaykum assalom bolam, yaxshi kelding. Ha, kayfiyatli boshqacha. Esizdami onajon? Dengizlarni ko'rsam, sayohat qilsam derdingiz. Ortish nima, oyijon? Dengizlarni ko'rish. Ha, bu ham bo'lib qoladi. Onajon, o'sha orzu niyatlaringiz amalga oshdi. Ikkalamiz endi mazza qilib sayohatga borib, dengizlarni ko'rib dam olib kelamiz onam. Voy. Rostam. Nahotki iloyim, tan joning sog', umring uzoq bo'lsin. Rahmat, bolam.